Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa 5-bo'lim birlik qishlog'idagi tunikafon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Xo'p, qadrdonlar, Doruzaxonadan boshlashimdan sabab sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, Doruzaxonamizni uzunligi keladigan bo'lsak 7 metrga, eniga 3,5 metr. Mana qadrdonlar. Xo'p, rombik qilmadik. Xonamiz, uy egalari rombini istashmadi. Menga oddiy pason qilib beringlar. Yulduzchalari qora, lentalari yaltiroq holatda bo'ldi, chekkalari. Mana obunachilar. Mana qadrdonlar, ko'rishingiz mumkin. Endi kechasida olishimdan sabab juda tumanroq syomkamiz. Bu tomonimizda kichkinagina ayvonchamiz bor, 2x2. Hop, karniz aylangan holatda. Hop, obunachilar, buni uyimiz oldidagi oppoq kaseta bo'lgan holati, piyayna qilinmadi. Prostoy pason bo'lsin dedi. Silifimizni o'zimiz o'rnatdik. Uyimizning oldi uzunligiga keladigan bo'lsak 24 metr. Mana obunachilarimiz 24 metr. Hop, obunachilarimiz, mana ko'cha tomonimiz. Ko'cha tomonimiz ham xuddi shunaqa oppoq kaseta holatda bo'lgan. Karniz oqlola bo'lgan. Ko'cha tomoni ham silifimizni o'zimiz qo'ydik 25 metr joyga. Hop, obunachilarimiz kimga tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishingiz mumkin. Aytgan pasoninglarda qilib beramiz. Shu yerga necha kvadrat ketgan deb o'ylagan bo'lsanglar, 140 kvadrat joy tunikamiz ketdi. Obunachilarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.